do'stlar, sizlar bilan men Ultra Roblox. Bu mening birinchi kanalim va birinchi video rolikim bo'ladi. Shuning uchun men bu rolik qiziq bo'lishi uchun birinchi mirdek bosslarni o'ldirishga harakat qilaman. Shuning uchun meni like va obuna bilan podдержка qilib tursangiz, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Unda men birinchi mirga o'tgandan keyin qaytaman. Birinchi mirga borishdan avval meva ochishga harakat qilib ko'raman. Hech kontrol bor qani. Qaysi meva o'chargan? Sweet. Zo'r meva. Birinchi meva uchun, sizlar uchun zo'r meva masham. Endi davom etsak ham bo'ladi. Mana birinchi mirga ham o'tdik. Mana birinchi mirimiz. Endi birinchi bossimizni o'ldirgani ham borsak bo'ladi. Hozir birinchi mana bu junglida turadi u boss. Mana shu joyda turadi. Endi biz mana shu yerga borishimiz kerak. Mana yaqinlashib qoldik. Hozir biz u yerda bo'lamiz. Bundan transformatsiya qilamiz. Mana biz bu yerga yetib keldik. Endi bu yerda bossni o'ldirishimiz ham mumkin. Mana birinchi bossimiz o'ldi. Endi ikkinchi bossimiz bu Pirate Village degan orolda. Biz endi ana shu joyga boramiz. Mana yo'lga tushdik. Mana biz yaqinlashib qoldik. Bu orol bu ana. Mana endi keldik. Bu yerda sizlar endi o'ynayotgan bo'lsangiz 30-leveldan 60-levelgacha borishingiz kerak. Shundan keyin yangi orolga bora olasiz. Mana bossimiz turibdi. Bu boss uchun bizning bitta skillimiz yetadi, bitta udarimiz yetadi deb o'ylayman. O'ylaganimdek bo'ldi. Endi biz Icelandga yetib bossni o'ldirgani boramiz. Mana bu yerga keldik. Endi bu yerdan biz Pirate Icelandga boramiz. Muzlagan qishloq degan joyga. Bu to'g'ri mana shu tarafda. Ko'rinib turibdi. Meni boshi videolarim qisqacha bo'ladi, 5 minutlik yo 10 minutlik. Shuning uchun iltimos hech qachon xafa bo'lmanglar. Chunki men yangi youtuber bo'lganimligim uchun menda shunaqa qisqacha videolar olish kerak. Shundan keyin videolarim uzun va juda ham g'aroyib va ajoyib voqealar bilan bo'ladi. Shuning uchun menga podpiska bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Voy, bu yerda boss yo'q ekan. Shuning uchun yangi serverga kirib u bossni qidiramiz. Mana boshqa server ham topdik. Endi u joyga kirib olsak ham bo'laveradi. Mana
Hozir ko'ramiz, u yerda bu joyda turgan bo'sh bo'lsa, bizning omadimiz keladi. Mana o'yinimiz kiryapti. Endi kutib turamiz. Bu yerda sal qotish bo'lyapti. Internetim sal qotyapti. Shuning uchun kirgandan keyin men o'zim videoni boshlayman. Mana kirdi. Endi biz xohlasangiz yaxshilar, dengizchilar yoki qaroqchilar bo'lishingiz uchun men qaroqchilar bo'laman. Mana kirib oldik. Bu ana bu sirt ekan. Informatsiyasini yoqamiz. Birinchi paytim yoqardi menga. Birinchi joyda birinchi bo'lib o'ynashingiz qanchalik mazaligini bilmaysizlarda. Mana shu joyda mening bu videoning birinchi qismi ham tugadi. Shuning uchun ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz 10 ta like yig'ilsa, men ikkinchi qismini olishga va'da beraman. Shu bilan sizlar bilan xayrlashaman.